Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi dastlabki kunimizni amalga oshirmoqdamiz mana. Bu navbatdagi uzoq yonuvchi yarim avtomat aqlli kotyolimiz bu. Bu kotyollarimizni Amudaryo tumani Qipchoq mahallasiga yetkazib beramiz. Bu kotyolimiz haqida ozroq tushuncha bersak, bu kotyolimiz 70 kilovatli kotyol bo'ldi. Ya'ni xususiy klinikaga beriladi bu. Qipchoq taraflardan bo'lsangiz, Qipchoqda Yo'ldosh akaning xususiy klinikasına boradi bu. Bu kotyolimizning tepa qismida ikkita ulutgan ko'rib turgan bo'lsangiz, ikkita ventilator bilan jihozlangan bu. Yon tarafdagilar havo yo'llari. Yopiq sistemaga ikki borga chidash uchun knopkalar qo'yilgan. Knopkalar. Agar 4'lük listan qilsak 3-4 bardan bemalol ko'taradi. Bu 3'lük listan bo'lgan kotyolimiz bu. 3'lük listan bo'lgani 18 million so'm, 4'lük listan bo'lgani 20 million so'm. Bu kotyolimizning eshiklarindagi ruchkalarni ko'rishingiz mumkin. Mana juda baquvvat bo'ldi. Oldingilarga qaraganda eshiklardan ruchkalarni kotyolning o'ziga mos qilib chiqarmoqdamiz. Har xil turda, har xil o'lchamda kotyollar ishlab chiqarmoqdamiz. Bu eshiklar tozalash eshiklari mana. Bu tarafda ham tozalash eshiklari bor mana. Bu eshiklardan tepa qismini qirib pastga tushirib, shu yerdan kulni olib tashlaysiz. Tutun chiqmasligi uchun regulyovka joylari bor mana. Ko'p mijozlarimiz kotyolning orqasidan suv oqib turibdi, o'shaning uchun buni rezolargacha qo'ydik. Yağına plasmas trubadan tartib ketib kanalizatsiyaga yuborasiz. Bu joylardan açıp mo'rini tozalasa bo'ladi mana. Bu kotyolimiz 3'lük qaralislardan ishlandi. Tek qismi cho'g'on qalasnik bo'ldi. Komplektida necha temperatura chiqqanini ko'rsatuvchi datchik. Ikkita ventilator va miyalari bo'ldi. Termostatlari bo'ldi ya'ni. Kotyolimizni xohlasa Qipchoq mahallasiga yetkazib beramiz. Videolarni manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like'larni bosib qo'ying. Tushunmagan savollarınız bo'lsa kommentda qoldiring. Kommentariyani ko'p odam tushunmaydi ekan, shu yerda izoh degan joyi bo'ladi, kommentariya degani bo'ladi. Agar telefoningiz ruschada turgan bo'lsa, tushunmagan savollarınız bo'lsa shu yerga yozsangiz bo'ladi. Javob beramiz обязательно. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Agar kimda tanish bilishingiz o'rtoqlaringizda kattaroq binolar bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'ying. 600 kvadrat bino qo'yiladi bu kotyolimiz. 770 kilovatli 700 kvadrat kuchi yetadigan kotyolimiz bu.